Reyslar qayerga bo'lyapti? Akalar, ukalar, mana xudo xolasa reyslarimiz to'g'ridan to'g'ri davlat tomonidan qo'yilgan O'zbekiston, Rossiya hamda Qozog'iston nomerli avtobuslarimiz reyslar amalga oshirilmoqda. Bemalol kelib ko'rishinglar mumkin. Mana O'zbekiston nomerli avtobuslarimiz Qo'yliq Vodiy Pitayda. Qo'yliq Vodiy Pitayda mana Avtotrans dokumentalniy avtobuslar Moskvaga, Sankt-Peterburgga, Kazanga, Krasnodarga kim borib kelmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar. Holatlarni ham ko'rsatamiz. Chiqar bo'ladi odamni. Sigara chekib turish. Mana reyslarimiz, xudo xolasa. Avtotrans davlat avtobuslari kim qiziqsa, bemalol telefon qila olasizlar. Nomerlarni yozib qo'yamiz do'stlar. Sizlardan kim borib kelmoqchi bo'lsa, men o'zim kutib olaman Qo'yliqda. Bitta like bosib, podpiska bosib qo'yinglar do'stlar. Xudo xolasa mana cho'tka avtobuslar, yangi avtobuslar xizmatlarda bo'ladi. Uzavtotrans servis avtobuslari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bosib qo'ying.